Hurmatli kuzatuvchilar, Qozog'iston Karaganmada Garnier brendi ostida ishlab chiqariladigan qo'l-avtomat kotyolimiz. Kotyolimiz yaqin 25 yildan beri ishlab chiqariladi. Juda ham sovuq joylarda o'zini oqlab kelayotgan, juda ham sinovlardan zo'r o'tgan kotyollardan hisoblanadi. Ya'ni qo'l-avtomat kotyollar. Hozirgi kunda 15 kilovatdan 150 kilovatgacha suv mavjud. Ya'ni 50-100 metr kvadrat atrofidan boshlab 1,5 kvadratgacha quyi foydalansa bo'ladigan kotyollarimizni kilovati sotuvda mavjud. 15 kilovati $1550. Bu ko'rib turganingiz 20 kilovatli kotyol, ya'ni 100 metr kvadrat atrofidan 200 metr kvadrat atrofigacha bemalol quyi foydalansangiz bo'ladi. Buning narxi hozirda $1750. Ya'ni ana shu narxga ichida mana komplekt, havo bergichlari, kontroller, ya'ni boshqaruv panel, barcha mana shu ko'rib turganingiz komplekt mana shu narx ichiga kiradi. Kotyolimiz juda ham mo'shni, juda ham premium holatda, juda ham sifatli, mustahkam ishlab chiqarilgan kotyollardan. Kotyollarni har 3-4 soatda zapravka qilishingiz shart emas. Oddiy misol ko'rsatsangiz bo'ladi. Ichlariga bemalol 70 kilo atrofida ko'mir sig'adi. O'zimizda mahalliy angren ko'mirgan bemalol foydalansa bo'ladi. Hozir ko'pchilik mahalliy arizalarga 300 so'm atrofida ko'mir olishadi. Shu ko'mirga ham zo'r effekt beryapti. Bemalol o'zingiz mahalliy angren ko'mirlarni zapravka qilasiz. O'rtacha bir zapravkasi 20-24 soat atrofida 2 kun, ya'ni 40-48 soat atrofigacha yonishi mumkin. Ya'ni ko'mirni sifatiga, kaloriyasiga, siz joyingizni, ya'ni uyingizni o'tib-yanasiga, toplik-pol, radiatorlaringiz, uylaringiz baland ushlarni hisobiga o'rtacha 20-24 soat atrofidan 48 soat atrofigacha yonishi mumkin. Yana qaytarib o'taman, juda ham kotyolingizda foydalanish qulay. Mana bu yer texnik tozalashi juda qulay. Bo'lgan bemalol tozalab, ko'mir zapravka qilsangiz bo'ladi. Bu yerdan qo'lni olib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Juda ham mo'shni ishlab chiqarilgan kotyollardan Xudo xolasa ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana shu 20 kilovatli kotyolimizni kilogrammi 400 kg. Nima deyapti akalar? Juda ham mo'shni, baquvvat ishlab chiqarilgan kotyollardan. Juda ham uzoq xizmat qiladi. Xudo xolasa kачестволari, xizmat qilish effektlari juda ham zo'r. KBD'si ham 84%, ya'ni siz yoqadigan qo'lqingizni 84% sizga foydali qilib berish xususiyatiga ega. Xudo xolasa bemalol qilsangiz bo'ladi. Narxlari ba'zilar narxlari. Xudo xolasa barcha kotyollarimiz, ya'ni isitish qozonlarimiz zavod tomonidan kafolatga ega. Narxlari ham hamyon narxlarda. Xudo xolasa bemalol kelib xarid bo'ladi. Manzilimiz Namangan shahri Prom zonada joylashgan, ya'ni Oxunobod Kamolbo'y tarafdan chiqishingizda, Shamshiboy svetoforida Kamaz-Pita tarafga 150 metr o'tganingizda o'ng qo'lda 0 metr markazida, Kamaz-Pitadan tushishingizda Sarkor mebellar shunday pastda chap qo'lda joylashgan. Bemalol kelib, xohlagan kotyolingizni, xohlagan kvadrat metrga kafolatga kotyollarni bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Kotyollarimiz yana qaytarib o'taman, zavod tomonidan kafolatga ega. Barcha kotyollarimiz narxlari zavod narxlarida, bazaviy narxlar. Bemalol telefon nomerlarimizga bog'lanadi. Xohlagan savolingizga o'zingiz qiziqtirgan savollarga javob olsangiz bo'ladi.